Assalamu alaikum aziz vatandaşlarım. Sizler bilen yana bir qatim ekran aldıda bazı meselelerini ortaklaşış zürriyeti toğulğanlığı üçün bir yerde sözleşki mecbur buldum. Aslında bu ay bu günlerde vaktimizni, energiyimizni bundak arzimas işlağa sarf qilishga vaktimiz bulmaslık gerek idi ama yakın vaqtlardan buyon ijtimoiy taratqularda buluvatkan, bulup mu Dünya Kurultayı'na ve onun rehberleri buluvatkan orunsuz hücumla, töhmetler ve bu sebepten bir kısım vatandaşlarımızın kaymıkışıga yol aşkallığı sebebinden bazı düşüncelerini beriş, zürriyet tuğuldu. Şununla kayta bu ekrana çıkışık mecbur buldum. Bunun için vatandaşlarımdan apu sorayım. Dünya Kurultayı'na yakın vaktlardan bu yan her xil şekilde haksız, haklı şekilde töhmetle, tenkitler, hakaretle küçüyüşke, köpüyüşke başladı. Elbette, haklı şekildeki tenkitler ne biz normal kabul kılımız. Onunla nispeten biz iş kılan insan, iş kılan teşkilatlarda kemçilik buldu, hatalık buldu. Bunu tüz tutmayışka biz her zaman tayyar. Hatta yakın vaktlarda Dünya Kurultayı boğan her xil hakaretlerge, Dünya Kurultayı boğan töhmetlerge biz imkanba sükut yolunu tanlaş arkalık emeli faaliyetlerimiz bilen, hareketlerimiz bilen cevap veriş yolunu tanlap geldik. Dünya Kurultayı'na bulunatkan bu hakaretler, bu töhmetler yeni bir ahval emas. Dünya Kurultayı kurulgandan başlap Xitay hükümeti üçün bu teşkilatının nayeti xatarlik bir teşkilat bulduğanlığını Xitay hükümeti his kılgandan itibaren kurulgan 14 yıldan bu yan her xil şekilde bu xil parçalaş, bölüş veya ki yoktuş hakaretleri, hücumları toktap kalgını yok. Bu bazen güçlük şekilde devam kıldı, bazıda biraz caygı düşken oldu. Ama bunun bilen Dünya Kurultayı hiçbir kaçan faaliyetlerini toktap kalgan veya ki bulmasa acizlap ketken, yok olup ketken emas. Çünkü Dünya Kurultayı Şarkı Türkistan halkının avazı buluş, Şarkı Türkistan halkının dert elemlerini dünyaya anlatış ve Şarkı Türkistan halkının muhaciretteki birden bir toluk hukukluk salahiyetini icra kılış vazifesini üstüge ağan bir teşkilat boğaşka bununla kabiliyetlik, tecrübelik dava adamları toplangan, fikir adamları toplangan bir orun. Şununla Xitay hükümetinin bunun etbağan her türlük ağdurmuşçılığı hiçbir kaçan Dünya Kurultayı'nı tevirtenmedi. Boran çapkınlığa çıktı, şamallığa buldu ama Dünya Kurultayı yanıla özünün fonksiyonunu cari kıldırıp geldi. Hem de keyin 2017 yılı 11. ayda Fevkulatlı Kurultay açılıp yeni rehberlik aparatı kurulup çıkkandan keyin Dünya Uygur Kurultayı'na boğan hücum neçe haslap eşiği başladı. Dünya Uygur Kurultayı'nın 6. nöbetlik kurultaydan keyin aşkan tuncu nöbetlik icraiyet yığınımızda biz bütün rehberlerimizden bununla tayyar buluşqa. Xitay hükümeti aldığımız günlerde Dünya Kurultayı'na her türlük xalqarada özümüzün içinde işki taşkı düşmanlardan iş qisilish arkalık hücum nişanı kıldığanlığına tayyar duruş signalını bergen. Çünkü bu bir reallıktı. Bununla biz hazırlıktık. Tayyarlığımız battı. Onun için biz rehberlerden tuncu kılan talebimiz hergiz torbetlerde veya ki ictimai taratqularda fitne pasatlarga veya ki bomuz qarlaşlarga nispeten cevap berdigan veya ki bu oyunga kep kalırgan avalla bulmusun şekilde agalandırış verildi ve bunun nispeten halkımızga biz hizmetlerimiz bilen, faaliyetlerimiz bilen cevap verişini özümüzge prensip kıldık. Hakikaten Dünya Kurultayı yeni rehberlik heyeti sayılınıpla Xitay hükümeti oyunlarını başlavetti. Dünya Kurultayı 11. ayının 12. günüsü yapılış murasimini kıldık. Aradan 4 gün ötmey Malaysia'dan turmuda yetvatkan kerindaşlarımız turmudan kaçtı. Şunun bilen Dünya Kurultayı karşı yeni bir hücum başlandı. Dünya Kurultayı nerede? Dolkunaysa nerede? Nim için bularını kutkazmaydı? Degendikidek. Biz bu vakraşlarını yanıla normal de kabul kıldık. Çünkü halkımızın, milletimizin Dünya Kurultayı'nın kütüdüğün taleplerinin nait yukarı boğallığını his kıldık. Çünkü her bir iş bolsa Dünya Kurultayı'na hücum başlandı.
Bu bir hesapta halkımızın fakat Dünya Kurultayı'nın bir narsa kutadiganligini ve bu muşakkatlik vazifani fakat Dünya Uyghur Kurultayı'nın o'rinlayolmaydiganligidan iborat bu ishonchisi deb qaradik biz. Shuning uchun tanqidlarga, hatto haqoratlarga hech bir zaman biz javob bermadik ve sukutda o'zimizni tuzashga, isloh qilishga ve bu tanqidlarni normal bir tanqid deb xizmatlarimizni davom qilishga majbur bo'ldik. Biz bu meseleyi derhal qo'l tiqdik. Bu yerda uning tafsilotini deb o'tmaymiz. Vaqti kelgan vaqtida o qarindoshlarimiz xotirjam bir yerga o'rinlashgan vaqtida uning shohidlari bu haqda ma'lumot berdi deb o'ylayman. Onundan keyin bu dolqin biroz besiqqandan keyin voy Bulg'aristonda mancha Uyg'ur 5 Uyg'ur tutilib qopti, Dunyo Kurultayı nerede degan shamallar chiqishga boshladi. Afsuski, Dunyo Kurultayı yangi rahbarlik hay'ati saylanishning oldida Xitoy nurg'unlagan insonlarimizni chet ellardan Xitoyga olib ketgan. Muhojirlar masalasi yangi rahbarlik hay'ati chiqqandan keyin sodir bo'lgan bir masala emas edi. 2009-yili Kambojdadan 22 nafar qarindoshimiz olib ketdi. Hajab o vaqtingizda "Oy, Ahmet sen nerede, Samet sen nerede, Dünya Kurultayı sen nerede" degan cho'qonlar ko'tarilmagan. 2015-yili 109 nafar qarindoshimizni Xitoy aeroplaniga olib ketdi. Bu vaqtingizda "Voy, ajab Dünya Kurultayı sen nerede, u tashkilot sen nerede, bu tashkilot sen nerede, Patamxon sen nerede, Ayşem sen nerede, Ahmet sen nerede, Dolqin sen nerede" deyilmagandi. Ve onundan keyin Qozog'istondan, uning oldida Pokistondan, Malayziyadan, Vietnamdan nurg'unlagan qarindoshlarimiz olib ketildi. Nurg'unlagan qarindoshlarimiz chegara tutib olindi. Qirg'izistonda etib etildi. Bu vaqtlaringizda "Voy, u Ahmet sen nerede, Samet sen nerede" degan cho'qonlar ko'tarilmagandi. Ama biz yangi rahbarlik hay'ati saylangandan keyinla bu cho'qonlar ko'tarilib ketdi. Demek bu Xitoy hukumatining planliq holda Dunyo Kurultayı'ni sestish kampaniyasining harakatlarining bir parchasidir. Biz bunu xalqimizning normal tanqidi deb qabul qildik ve bunu üstümüzge elib, kuchimizning biricha bu qarindoshlarimizni qutqizib qilish uchun harakat qildik. Bu harakatlarimiz natijasida Dunyo Kurultayı 6-navbatlik Kurultaydan hozirgacha texi bir qarindoshimizni Xitoy, mayli Yevropadan va boshqa yerlardan Xitoy texi olib ketilgani yo'q. Bunun da elbette bütün chet eldeki teşkilatlarımızdan, Dünya Kurultayı başta bulup, Dünya Kurultayı'nın faaliyetçilerimizden ep bağın faaliyetleri aval Allah'ın bunun yardımlarının neticesi oldu. Demek, onun denken bu çıkan yanı başka şekilde devam kılışkı başladı. Biz 4. ayının 27. günü Avrupa İttifakı'nın aldıda 5000 kişilik namoyish chaqirig'i e'lon qildik. Bu namoyishni to'sish uchun, bu namoyishni paltlash uchun har turli evg'alar taqitildi. Hatto Xitoy hukumati ba'zi insonlarni so'ziltib, "Voy, qo'yib etibdi, kampni amaldan qoldiribdi" deb bu namoyishga bir hafta 10 kun qolganda ashundaq o'yinlarni o'ynashga boshladi. Ba'zi o'zining gumashlarini, g'olchilarini ishga selib, bu namoyishni to'sishga, bu namoyishni oldini elishga her xil şekilde fitne fasatlarını uyduruşturuştu. Ama biz to'xtab qolmadik. Çünkü biz xalqimiz kişinimiz, milletimiz kişinimiz. Xitoy hukumati hozirgacha yuqori deb o'tgandek Dunyo Kurultayıga bo'lgan bu suiqasdlar tunji bo'lmaganligi uchun va oxirgi qismi emasdi. Oldimiz qarab mangayverdik. 4. ayning 27. kunisi shundaq to'sqinliklarga nurg'unlagan bu namoyishga bo'lgan buzg'unchiliklarga qaramay, dunyoning 18 davlatidan 5000 qarindoshimiz Brükselga yig'ilib, dunyo Sharqiy Turkiston tarixida bo'lmagan, ya'ni chet eldagi muhojiratdagi zo'r bir namoyishni vujudga chiqdi. 18 davlatdan hamma yerdan qarindoshlarimiz bu namoyishga keldi. Xitoy baq o'qib ketdi. Xitoy buning oldini olmoqchi. Belgiya hukumatlariga besimlar qildi. Bu namoyishni to'xtatish uchun Dunyo Kurultayı'nın terörist deb chaqdi, problem chiqirdi. Belgiyaning tinchligi uchun tahdid, har xil o'yinlarni o'yindi. Ammo har xil besimlarga qarshi bu namoyish xalqimizning arzu istaklarini Yevropa ittifoqiga yetkazish funksiyasini g'albilik tamomladi. Xitoy hukumati bu namoyishdan keyin intayin cho'chib ketdi. Nimadan cho'chib ketdi? Dunyo Kurultayı'nın safarbarlik kuchidan cho'chib ketdi.
Dünya Xitoy hukumati shunchalik kuch sarf qilib, shunchalik odamlarni safarbar qilib, bu namoyishni to'sish uchun harakat qilgan bo'lsa-mu, ammo eng oxirida necha ming qarindishimiz, 5000 qarindishimiz Brükselga to'planib, xonimlar, balalar, qari yosh insonlarimiz Brükselga to'planib, Xitoy hukumatiga Sharq Turkiston xalqining irodasini ko'rsatdi. 60 yillik mücadele tariximizde muhaciratdaki bunda çoğun bir namoyish Yevropada, G'arb davlatlarida bo'lib bakmagan. Bunu ko'rgan Xitoy hukumati, demak, Dünya qurultiyiga nisbatan biz texnik ciddi bir tedbir almasak, biz uchun bu xatarlik bo'ldi ekan degan maqsad bilan o'zining xalqarodagi kartlarini ishga solishga boshladi. Hammamiz şahit bo'ldik. Birleşken Devletler Teşkilatı'da meni kirgizmaslik uchun ve bizga bu kartni hal qilib bizdan hamkorlashayotgan tashkilotni Birleşken Devletler Teşkilatı'ni chiqarib o'tish uchun qo'ldan kelgan harakatni qildi. 4-oyning 16-kunisi meni Birleşken Devletler Teşkilatı'ga kirish kartim bo'lgan avval aslida Xitoy hukumati yaxti o'zining kuchini ishga solib kirgizmadim. Bir hafta saqladim New Yorkda. Ama vaz kechmadim. Amerika hukumati, Germaniya hukumati, xalqaro tashkilotlar uzun mücadeleden keyin en ahırda ben Birleşken Devletler Teşkilatı'na kiriş kartını aldım ve iade söz kıldım. Xitoy hukumati bunun için çidemedi. Çidemay 5. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'da bütün halkımız bunun şahit oldu. Bir saatin artık Dünya Uygur Kurultayı'nı terörist teşkilat. Menin şahsimni terörist, bunda kişinin Birleşken Devletler Teşkilatı'na kiriş hukuku bulmaslık gerek, bunun hukukunu iptaşlaşımız gerek, dep man hücum kıldı, Xatar Astik Halklar Teşkilatı hücum kıldı, Dünya Uygur Kurultayı hücum kıldı. Ama yıllardan buyon ippagan davayımızın neticesinin xalqarada qanchalik qo'llashga ega bo'lganligining ro'shan ifodasini biz Birleşken Devletler Teşkilatı ko'rdik. Amerika, Germaniya, Yevropa ittifoqi bu o'xshaydigan davlatlar bizni qo'lladi. Xitoy yana bir qatim Birleşken Devletler Teşkilatı'da rasvo bo'ldi. Xitoy hukumati buni ichiga singdirolgani yo'q. Chunki o'zini bugun dunyodagi eng chong ikkinchi iqtisodiy kuch, dünyada hükümranlık kıvatkan, nurgulluğun devletlerini setvalalığın, nurgulluğun devletlerini yüzünün digen iradesi boyunca hareket kızvatkan bir devletinin mendek bir kişini Dünya Kurultayı'daki bir teşkilatını Xitoy bilen Birleşken Devletler Teşkilatı'da okşaş üstelde oturup onun sual sorayalaydıgan, onun aldığı közüge kadılıp durup, közümüzünü közüge tıkıp durup, onunla cevap veriş kıstiyalaydıgan bir haletini Xitoy hukumati asan içigi singdirenmeydi. Bunu kabul kılış hakikaten kıyın. Ama bunun mecbur. Biz bunu kıldık. Xitoy hukumati 6. ayının 8. günsi 38. nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hukuk yığınıga meni kirgizmeslik için maksat yazdı. Bu xat kolumuzga geldi. Ama ben 38. nöbetlik kişilik hukuk yığını katılış için Cenevre'ye badım ve 6. ayının 27-28. günü bu yığını katlaştım. Onun aldı bizim Dünya Kurultayı'nın başka rehberleri bir katlaştı. 12 devletinin rehberleri bilen, elçileri bilen görüştük. Meselemizi anlattık, xatlarını yazdık. En ahırda 28. ısla Birleşken Devletler Teşkilatı'da Germaniya, Şvitsariya, İngiltere, Fransa ve Avrupa 28 Avrupa İttifakı vakaleten Bulgarya, Şarkı Türkistan meselesini ve vatandaki 1 milyondan artık insanın meselesini atalmış yığılış lageri meselesini oturga attı. Xitoy bunun içi demedi. 28. yılda Xitoy hükümeti yana bir katın Birleşken Devletler Teşkilatı'na meni terörist, Şinjan'ı Cumhur'un koyundan bölüp çıkmakçı boğan, teröristlik hareketler bilen şugullangan bir kişi biz şunçilik agalandırış kıgan bolsak mı? Ama yanıla bunun kiriş kartı verilgen dep ikinci katım, yana bir katım ersundi. Demek Xitoy hükümeti Dünya Kurultayı'nı şahsen meni xalqaro sorundan çekleş için bütün diplomatiyalik güçleri kartlarını işe salib hareket kıvatıdı. Elbette bu yetmedi. Biz galiba geldik xalqaro sorunlarda, Birleşken Devletler Teşkilatı'da, Avrupa İttifakı'da galiba kıldık. Hem de Xitoy bu mıgıdaga kanaat kılmay, özünün məxsus Avrupa'nın her kaç devletlerinde, Norveç'de, Kanada'da, Türkiye'de, Gollandiya'da, Germaniya'da, Amerika'da birden işkidin özünün şaykilerini işkiseliş arkalık
Qandaqdı bularni texmi bizni vatanparvar ko'rsatib, texmi bayroqni bizni egiz ko'targan shaklda qilib, bizga qo'pab hujum qilishga boshladi. Biz buningga bir parvo qilmadik. Chunki men yuqorida deb o'tgandekidek, biz har xil hujumlarga tayyordik. Hatto dunyo qurultiyi 6-navbatlik qurultiydan qilib yangi rahbarlik hay'ati ish boshlagan vaqtimizning o'zida Xitoy hukumatı chet ellardagi bir qism insonlarimizga telefon qilib bizni sestish kampaniyasida rol elishga, Facebook'larda boshqa ismlar bilan chiqib har xil shaklda bo'htonlarni harakatni qilish, agar shunday qilsa, qarindoshlarini, ota-onalarini yig'ilish kamplardan qo'yib berdiganligini, bo'lmasa uning ota-onalarini jazolaydigan haqida so'zlashgan. Vijdoni bor bir qism qarindoshlarimiz eng azini 3-4 mushundaq avvallar bo'ladi. Bu masalaga diqqat qilsanglar bo'lish kerak ekan, biz qattiq raz qildik degan insonlar bo'ldi. Ammo buni bizga demagan insonlar bo'lishi mumkin. Inshaalloh bir kuni vijdoni qaynab bu Xitoyning bu xil suiqastlarining qanday darajada bo'lganligini balkim ekranlarda shu qarindoshlarimizni bir iymonga kelib so'zlab qolar. Ammo bizga o'zini mushu shaklda ogohlantirishmagan eng azini 4-5 tani qarindoshimiz bor. Shuni demoqchi bo'lganim, biz bu xil bo'htonlarga, bu xil haqoratlarga pisan qilmaymiz. Zaten tayyorlik, chunki Xitoyning dunyo qurultiyidan boshqa chet elda, bularmi Yevropada boshqa dushmani yo'q. Agar dunyo qurultiyini o'rvitalisa, parchalalsa, xalqarodagi obrazni yo'q qila olsa, to'sa olsa Xitoy cho'ng g'alaba. Ammo buning afsuslanarli yeri o'zimizning qarindoshlarimiz. O'zimizning qarindoshlarimiz, ya'ni men qarindoshlarimiz deyman. Mushu Xitoyning o'yinlari kelayotgan qarindoshlarimizni yangi qarindoshlarimiz deymiz. Chunki har qanday munofiqning qanidimi 15% millatchilik bo'ladi. Bu Xitoyning bu o'yinlardan voz kechish kerak. Xitoy hukumatı bergan va'dalarni turmaydi. Ota-onangizni qo'yib berishi mumkin, qarindoshlaringizni qo'yib berman deyishi mumkin. Ammo sizning, mening bir qancha insonning, ota-onalarimizning, qarindishimizning qo'yib berilishi bilan 1 million kamp masalasi hal bo'lmaydi. Bugun qo'yib bergan bilan atakir ketadi. Mening qarindishim ozod bo'lgan bilan yana bir turmada yotgan umum sizning qarindishingiz, umum mening qarindishim. Shuningga bu insonlardan haqiqat qaytishga chaqiriq qilaman. Endi bu meseleler bizni hiç bir qachon buyagi mening chiqib so'zlashim bularga javob berish emas. Ammo mesele keyingi vaqtlarda biz hurmat qilgan. Biz Uyg'urlarning milliy rahbari, Sharq Turkiston milliy harakatining rahbari, Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy rahbari, Uyg'urlarning ma'naviy onasi degan hurmatli Rabiya xonimning videolarda, to'rbatlarda, sosyal medialarda kaydi-kaydin WhatsApp'larda davatqın gapları va yoki ba'zi insonlarning maqsadlik holda Rabiya xonimni mushu so'rinlarga tatib akirib, Xitoyning mushu o'yinlarga holat bo'lishiga sabab bo'layotgan avvallari meni afsuslantirganligi uchun bu yerda bularni deyishga to'g'ri kelyapti. Chunki Rabiya xonim oddiy bir inson emas. Sharq Turkiston milliy davosining men yuqorida degandigidek milliy rahbari deb atadık Dünya Qurultayı 2005 yılı. Uygurlarning milliy anisi, Uygurlarning ma'naviy anisi deb atadık. Ve 6-navbatlik milliy qurultayimiz, umumiy qurultayimizda Dünya Qurultayining oliy rahbari deb atadık. Bundaq bir kishining eg'izidan mas'uliyatsizlik bilan chiqqan so'zlar albatta bu xalqimizning kallasini qaymoqtirdi. Shuningga bu yerda men buni deyishga majbur bo'ldik. Şimdi ba'zida dünyanın hem yerde biz 4. ayının 27. günüsü başlayan namayişten keyin dünyanın hem yerde keng ko'lamli Xitoy qarshi namoyish hareketleri başlandı. Bunun birisimi Amerikadagi yoshlarimiz bu namoyishni boshladi. Yoshlarımızın uyg'unib bundaq bir hareket başlaganligi meni cheksiz xush qildi. Men o'zim 18-19 yosh vaqtimda mush namoyish bilan milliy hareketning vatanning ichida yoshlar hareketidan yetishib chiqqan bir inson. 33 yilning yaqin namoyish qilyapman. Yoshlarimizni mush da'voga tortish uchun kech kunduz o'ylanyapman. Shuning sharoitini hozirlash uchun bosh qotirayotgan bir inson. Uning uchun Dunyo Qurultiyi biz Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash, Uyg'ur yoshlarimizni da'voyimizni qozondirish uchun kurslarni echyapmiz. Uning uchun yoshlarimizning bu harakatidan men so'yindim. WhatsApp'ta bu yoshlarimizni qo'llash chaqirig'ini qildim. Videoda maxsus bu haqda bayonot e'lon qildim. Albatta, Dunyo Qurultayining ba'zi rahbarlari Washingtondagi ba'zi sabtashlarimiz bu namoyishga
qatnaşmadı. Ben bunu to'g'ri deb qaramayman. Ama ular bilan so'zlashdim. Ama ularning o'zining shaxsi ba'zi husumatlari bo'lganligi uchun ularni qo'pab majbur borasan deydigan bir askeriy tashkilot emas. Ularning o'ziga xos ba'zi sabablari bor ekan. Hatto bu sabablarni to'rbatlarga chiqib so'zlashni tashabbus qildi. Ama men tamam demagan gapni divog'ili bo'ldi. Hozir bu yoshlarimiz namoyishni qilgan ekan. Buni to'g'ri tushunib, bularga madad beraylik. Ularga qarshi bir gap bo'lmasin. Chunki xalqda xato tushunish paydo bo'ldi deb, ularning o'zining nima uchun bu namoyish qatnashmaganliklarining sababini ochiqlashda to'rbatlarda va yoki ekran oldiga kelishga men tavsiya qildim chiqmaslikni. Balkim bir kun kelar, agar vaziyat shunday davom qilsa, ularmi jimjitlikni buzib, ekranlarda buning sabablarini deyish mumkin bir kunsi. Ama Dünya Qurultiyining reis bo'lish sifatim bilan Dünya Qurultiyi mayli shaxsiy, mayli kollektiv, mayli dunyoning har qanday yerda Xitoy hukumatiga qarshi bo'ladigan butun faoliyatlarni, butun namoyishlarni qo'llashga va butun qarindoshlarimizning cho'qim shapkisini oldiga qo'yib, o'ylanib, bundaq harakatlarga aktiv ishtirok qilishi har bir inson o'zining diniy, vijdoniy, milliy majburiyatlarini ado qilish kerak deb men defalarcha ko'p qatim bu nutqimni o'tirib qo'yib o'tdim. Endi insanlar deydi, Dünya Qurultiyi u namoyishni qo'llamadı. Bu nima? Biz dedi qo'lladik. Biz Xitoyga qarshi har qanday namoyishni, har qanday harakatni qo'lladik. Yana bir qatim buni ta'kidlab qo'yay. Ama bir namoyishga beriblam bu yoshlarımızın bu namoyishini ba'zi kuchlar suiiste'mol qilib, Xudo yarvardining bu ya va shuning bilan hamkorlashayotgan yoshlarımızın bu namoyishini suiiste'mol qilib, u yerda bayroqni ko'tarib olib, Xitoyga qarshi shuar tovlamay, Dünya Uyg'ur Qurultiyiga qarshi, Dünya Uyg'ur Qurultiyi rahbarlari qarshi shuar tovlayotganligi shohid bo'ldik. Bu intayin afsunarli ish. Senin maqsading kongressning oldida namoyish qilish, qatnashing, u yoshlarimizni qo'llab u yerga namoyish qilishga maqsading Xitoyga qarshimi va yoki deyilayotgandagida qonun chiqarishga yor yo'lakda bo'lishmi va yoki sening maqsading bu namoyishdan foydalanib Dünya Uyg'ur Qurultiyiga hujum qilish, Dünya Qurultiyining rahbarlariga hujum qilishmi? Dünya Uyg'ur Qurultiyi Brükselda namoyish qildik, 5000 kishilik chaqiriq e'lon qildik. Buningga Rabia Hanım bu namoyishni qo'llanglar deb chaqiriq e'lon qilmadi. Men Washingtonga bordim. Men bu chaqiriqni e'lon qilishdan burun Washingtonga berib, bu shu chaqiriqni Rabia Hanım bilan oliy rahbarimiz bilan va Dünya Qurultiyining rahbari bo'lib, birga ekran oldiga chiqib, birga bu chaqiriqni qilaylik deb Washingtonga bordim. Rabia Hanım rad qildi. Buning shohidlari bor. Shuhrat Ushur radiodagi Jurat qarindishimiz Ömer Qanat, Zübeyre, mush qarindoshlarimiz hammasi bor. Rabia Hanım dastlabda bo'ldi dedi. Keyin ba'zi sabablar bilan rad qildi. Biz normal tushundik. Sen nemishki bizning namoyishimizni qo'llab bayonot bermisiz deb ranjimadik. Faqat biz qatnashishni safarbar qildik. Har xil sabablar bilan bu namoyishga kelinmagan qarindoshlarimizni ayblamadik. Va yoki sen bizni qo'llamading, va yoki bayonot bermeding, jim turib olding deb hech kimdan ranjimadik. Çünkü bu dava namoyish qandaqdir chet eldagi Uyg'urlarning ko'nglini xo'sh qiladigan, u tashkilotni xo'sh qiladigan, bu tashkilotni xo'sh qiladigan dava emas. Bu vatan xalqimiz uchun qiladigan, Alloh rizosi uchun qiladigan bir inqilob. Agar vicdanınız shuni xalab, haqiqatan 1 million insonning erkinligi uchun, vatanimiz Sharqiy Turkiston uchun, ko'k bayroq uchun, Alloh rizosi uchun bo'ladigan bo'lsa, uningdan buningdan ranjib, oldingiz qarab qila olgan ishingizni davom qilib ketavering. Biz shunday qilyapmiz. Va buningdan keyin shunday qilishda tayyormiz. Endi Rabia Hanım Tönöginning yoqi bir qancha kundan buyon to'rbatlarda Dünya Uyg'ur Qurultiyiga mening shaxsimga qarata nayti lüzumsiz, mas'uliyatsiz bayonotlarni berishga boshlabdi. Men buningdan afsuslandim. Yuqori degandagi Rabia Hanımning o'rni boshqa. U başka insanların gapiga javob bermay o'tib ketamiz. Ama Rabia Hanım men bir yana bizning oliy rahbarimiz bo'lish sifati bilan Uyg'urlarning milliy rahbari va Uyg'urlarning onasi bo'lish sifati bilan bayonotlarni berganda, so'zlaganda yangilik qilmaslikqa dalolat qilaman. Chunki demagan gapni divog'ili bo'ldi, deb bo'lgandan keyin qaytirib olib bo'lmaydi. Men Dünya Qurultiyiga reis o'g'li 7 oy bo'ldi, 8 oy bo'ldi.
Belki hatalıklarım buluşu mümkün, kemçiliklerim buluşu mümkün. Ama hiçbir zaman ben hiçbir teşkilatka veya ki hiç kandak bir rehberimizge ya ki WhatsApp'ta, ya ki Facebook'ta, ya ki cemiyet sorunla veya ki hiç kandak yerde bir hakaret veya ki tenkitleş sözlü bulunmadım. Hep bulunmayman. Eğer şundak meden meyli bizim Ali rehberimiz Rabia Hanım'a bolsun veya ki her kandak bir teşkilat rehberlerimizge bolsun. Mening qilgan bir salbiy fikrim veya ki tenkidim, hakaretku mavjud emas. Tenkidim bo'lgan bo'lsa, "Mani deb ekansan bu" deb o'tirga asla men uningdan api so'rayman. Chunki men o'zimning mas'uliyatini biladigan bir inson. Chunki Xitoy meni mushundaq so'ringa akirib, qandaqto da'vo rahbarlarimiz bilan, tashkilot rahbarlarimiz bilan, Rabia xonim bilan qarshilashishga, fikr ixtiloflari orqali bu yerda o'yin qo'yishga majburlayotgan, buni zo'rlayotganligini men bilaman. Shuning uchun sukut yo'lini tanladim. Men bu yerda bu yerga chiqish orqali yana qandaqto takallashish va yoki bo'lmasa birlariga radiya berish uchun qilmadim. Faqat oliy rahbarimiz Rabia xonimni mas'uliyatchan bo'lishga, lüzumsiz, o'rinsiz, mas'uliyatsiz bayonotlarni bermaslikka, utirkaga yerda so'zlamaslikka, ishning oldida, kongressning oldida, chimliqda, uyda, oshxonada bu bir milliy rahbarga yarashadigan pozitsion, bir milliy rahbarga yarashadigan ish emas. Shuningga Tönegin hatta bazı sözlerde bunundan 9 yıl ilgiriki bir kanunun meselesi ve bunu bastırılıp koyganlık meselesiyle Dünya Kurultayı'nın mağarim rehberlerine bazı töhmetler çaplanğanlığını anladım. 9 yılın aldıda Rabia Hanım Dünya Kurultayı'nın reisisti. Amerika Uygur Cemiyeti'nin reisisti. Uygur Kişilik Hukuk Programımızın müdürüydü ve Halkara Uygur Kişilik Hukuk Demokratiya Fondu'nun reisisti. Bunu en köp Rabia Hanım'dan soraş doğru geldi. Ben Germanya'da, Amerika'da bu kanun hakkında kandak hizmetler işlendi, kandak tosalgılar buldu. Ondan pek haberim yok. Ama ben bunu anlagan deyinken, bunun ben Dünya Kurultayı'nın reisi buluş bilen sürüştü kılımen. Ben 23. yılda Amerika'ya barımen, Washington'a barımen. Eğer bunu bilişini halamakçı olgan, hakikaten bunun hesabını soraşını halaydıgan kerindaşlarımız, meyli Amerika'dan veya ki dünyanın başka yerinin kerindaşlarımız merhamet bir hayat süptide Amerika'ya gelsin. Belki bunun içinde halkaraga tegişlik ve domestik tegişlik özümüzün içinde tegişlik işler buluşu mümkün. Bunu aşağıda Rabia Hanım ve şu vakit şunun arlaşkan bugün Dünya Kurultayı'nın içinde bulunmayan rehberler bir araya gelip nime mesele? Bunun sürüşünü kılaylı. Ben bunun sürüşünü kılayım ve köpçülükке cevabını veremem. Cevabını veremem. Ama bunundan kopup Rabia Hanım tamamen özünün mesuliyetini bir qarib qo'yib, başqalardan bunun javobgarligini izlash bu Rabia Hanımның bir liderlik sübtiga yarışadigan bir hadise emas. Şuningga men Rabia Hanımdan tekrar so'g'atgan bo'lishga, aldiq kelgan chaqda eg'izimdan chiqdi deb yaqinmaslikqa tavsiya qilaman. Ben shundaqla yana Dünya Kurultayı bütün rehberlerini ve barliq tashkilot rehberlerini o'rinsiz talash tortishlarga kirib sosyal medyalarda birbirimizni eyiplaydigan, u manda debdi ben bununla cevap vermen deydigan avvallardan imkanba saqlanishga chaqiraman. Ama bu xil shikoyatlar, töhmetler davom qilaversa, to'xtamasa, en ahırda bu qarindoshlarimiz hatta menmo o zaman bu sukutni buzishga, o zaman çoğ bizde bir gap bor, qo'pol bo'lsin dey, çoğ başnasda kichik qo'ngni ichibdi deydigan avval o zaman içişki to'g'ri kelib qolsa, o zaman milli davoyimiz zarar ko'rdi. Rabia Hanım yüzü mü zarar ko'rdi, biz mi zarar ko'ramiz, millet zarar ko'rdi. Buningdan foyda oladigan Xitoy bo'ldi. O nuqtalarga kelmaslikni arzu qilaman. Ama buningga Xitoyning gumashlari, Xitoy her davlatda o'rinlashtirib qo'ygan birdan ikkidan bir insonlar bor. Bu aniq Xitoy 100 million pul qashlayotdi. Bekardan bo'lmayotdi. Xalqimiz buningga sagak bo'lishga chaqiraman. Agar bu hareket degandagidek davom qilsa, o zaman bizning dinimizda bor, o'zingning sharifini, o'zingning g'ururini saqlash diniy ham majburiyat. Bunda vaqtning o'zida qarindoshlarimiz ve bizmi o'zimizni aqlashga ve sir bulab qilib tegishlik narsalarni oshkorlashga to'g'ri keldi.
O zaman degandikidek buningdan Xitoy foydaludi, davoyimiz zarar tortadi. Bu ogohlantirishni men qilmoqchi. Shuningga Rabia xonim boshliq bütün rahbarlarimizni biraz soğuqqan bo'lishga chaqiraman. Men yaxshi qilinmayotgan bo'lsam, men tek 8 oy bo'ldi. Xalqimiz sen bu ishni qamlashtiramiding desa, men Dunyo qurultayini dadamdan qolgan miros emas. Men istifa qilib, jiddiy yana bir qurultay chaqirib, o'tkazib berishga tayyor. Men kecha-kunduz qulamdan keladigan, qobiliyatimdan kelash chiqish qilyapman. Bizning Brükselda 5 oylik xizmat dokladimizni taqdim qilib, icra heyeti yığınlaştık. 5 ay jarayonda mening uyda tug'an kunim 14 kun. Nima? Men qulamdan kelganda bu vazifani olganman, xalqimga, millatimga yuzimning yo'riq bilan javob berish kerak degan majburiyatim sababidan tirishyapman. Ha, endi qobiliyatim yetmagan bo'lsa, albatta qobiliyat egalarimiz ko'p chet elda. Ular qopib dolqin seningdan men yaxshi qilaman deydigan bo'lsa, men bu o'rinni bekalab berishga har zaman tayyor. Her zaman tayyor. Ama o'rinsiz haqoratlarga, bo'htonlarga sukut qilib keldik, ya'ni sukut qilamiz, ama bu sukut deganlik mangulik sukut deganlik bo'lmaydi. Hamma ishning bir limiti bo'ladi. Purjinni tat uzilgan vaqtida, o vaqtida sukutni buzishga to'g'ri kelib qoldi. U yerlarga shaxsan mening va boshqa rahbarlarning kammasligini orzu qilaman va uni umid qilaman. Bizning millatga berolmaydigan hech qanday bir qarzimiz va hisobotimiz yo'q. Men hech kimdan Uyg'ur uyi olaman deb pul yig'madim. 10 sinit. Men hech kimdan qonun chiqaraman deb pul yig'madim. Faqat qurultay rahbarligini ustimizga olgandan keyin Uyg'urlik bedel yig'imiz 18 yoshdan oshqa $5 degan chaqiriqni qildik. Alloh rozi bo'lsin. Bu chaqiriqqa ovoz qo'shib, qarindoshlarimiz sap-sapda buningga yordam qilib, moddiy yordamlarni qilyotdi. Bu yordamning biz Dunyo qurultayi 2017-yili 11-oyning 12-kundan keyin yig'ilgan Dunyo Uyg'ur qurultayi nomidan yig'ilgan 10 tiyinning hisobini millatimizga beramiz. Har 6 oyda bir millatimizga beramiz. Biz 5-oyning 1dan boshlab Uyg'urlik bedelini e'lon qildik. Xudoyim birisi 11-oyda 2-navbatlik navbatlik ijroiy yig'inda qurultay fondi taftishleri va shundaqla chet ellarda tarafsiz şekilde men mushu qurultay fondini faoliyatlarini taftish qilishga men xolisona qatnashaman deydigan tarafsiz qarindoshlarimiz bo'lsa, hatto ularni xush keldingiz deymiz, qarshi olamiz. Shundaq bir xalqaro bir komissiyon bilan hisob kitoblarni beramiz va qaysi davlatdan qanchalik yig'ildi, nimaga ishlatildi, buning hammasi hisob kitobini biz beramiz. Berilmaydigan hisob kitobimiz yo'q. Endi uningdan burungi hisob kitobni millet şu pulunu bergen insanın yüzü sorusu buludu, hesap kitabını şunundan ası buludu. Men eğer onundan burun bizden hesap kitap alıngan işler olsa, Avrupa'daki qarindoshlarimiz, men vaktimden dep koyay. 7. ayının 19. günügüçe men Germaniyada işganda buluman, onun dikin seferge çıkıman. 19. ıslagıça her kandak bir qarindoshimiz Avrupa'daki kilip, menden her kandak şekilde söhbet kısa, hesap asa, sual sorsa, men tayyor. Endi Amerika, Kanada qit'alardan Avrupaga kelish tez bo'lib, hisob so'ramaydigan bo'lsa, men 23-yilda Washington ketib borman. 4-5 kun Washingtonda bo'laman. Men iyada sizlarga hisob berishga tayyor. Mayli hayot bo'lib kelamsizlar, shaxsiy bo'lib kelamsizlar, har qanday savolingizga men iyada javob berishga tayyor. Hammanglarga xayrli kun tilayman. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Hammamizni Janobi Alloh birlikka, ittifoqlikqa dalalet qilsin, şu imanni bizga bersin. O'rinsiz talash tortishlarni to'xtatib, Xitoyning Dunyo Uyg'ur qurultayini yo'q qilish, cho'ktirish bu planiga alet bo'lmaydi. Agar men xato qilsam degandagidek, keyin boshqa birisi chiqishi mumkin, ammo imomga xapulab, masjidga o't qo'yib etishga bo'lmaydi. Abduz shopirga xapulab Abduz'un köydirib etishga va yoki Abduz'ning chog'iga pichoq tiqib etishga bo'lmaydi. Chunki ochchig'imizni uni qilsak, yetmoqchi bo'lgan manzilimizga yetolmaymiz. Shopirga ochiqlab qilsak, agar imomga ochiqlab masjidga o't qo'yib etsak, ibodat qiladigan yerimiz bo'lmaydi. Shuningga men yanala xalqimizni, millatimizni, rahbarlarimizni so'g'aqqan bo'lishga, sagak bo'lishga chaqiraman. Rahmat.